ko'rsatkichlari. Joriy yilning yanvar-may oylarida dastlabki ma'lumotlar bo'yicha norasmiy va yashil iqtisodni baholash bo'yicha o'tkazilgan statistik kuzatuvlar natijalarini hisobga olgan holda bozor xizmatlari hajmi 24 trillion 685,7 milliard so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mol davri bilan solishtirganda o'sish sur'ati 111,5% ni tashkil etib, uning hajmi esa 4 trillion 811 milliard so'mga o'sish qayd etilgan. Hisobot davrida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 5 million 943,5 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 1 million 60,9 ming so'mga o'sib, o'sish sur'ati 109,3% ni tashkil etgan. 2025-yilning tahlil qilinayotgan davrda kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 18 trillion 317,3 milliard so'mni yoki bozor xizmatlari umumiy hajmining 74,5% ni, jumladan 3,2% ni kichik korxona va mikrofirmalar tashkil etgan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlarining tahlil qilganda yashash va ovqatlanish sohasidagi xizmatlar 7 trillion 447,9 milliard so'm, transport xizmati 3 trillion 808,7 milliard so'm, moliya xizmatlari 3,414,3 milliard so'm, savdo xizmatlari 4 trillion 458,8 milliard so'm, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 1 trillion 27,4 milliard so'm, ta'lim xizmatlari 817,5 milliard so'm, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar 388 milliard so'm, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar 483,4 milliard so'm, ijara xizmatlari 361,2 milliard so'm, kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar 575,4 milliard so'm, shaxsiy xizmatlar 894,8 milliard so'm, me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlari va tahlil sohasidagi xizmatlar 141,9 milliard so'm va boshqa xizmatlar 866,4 milliard so'm miqdorida qayd etilganini